Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Sog'lar, yaxshimi? Hammalar tinch omonda yuribsizlarmi? Akalar, o'sha bahorda qilgan videolarimiz davomi mana begimiz xohasi bo'yicha orada bir video qildim. %15 qoldi, yigilmagan joyi bu ontarildi. Orada 2 marta chuvalchanglar juda ham zich holatda. Ko'rib turganingizdek ko'ringan bo'lsa. Mana yanvar oyi bo'lishiga qaramasdan chuvalchalar juda ham aktiv, juda ham semirgan. Xohlagan joyimni ochib ko'rishimiz mumkin. Zichlik 99%. Chunki bu bahor tashlangan chuvalchang. Bular aprel oyidan avgust oyida tuxum qo'yadi, lichinga qo'yadi. Bu hamma chuvalchangni boyaga yetib bo'lgan. Yigirma moshina tashlagan joyimiz mana. Bu ikkinchi ontarishimiz. Biroz yuza qismlari ontarildi. Muzlar tashlanib bo'lib. Mana ko'rib turibsiz. Chuvalchang o'ta ham zich. Bunday holat kamdan kam odamda bo'ladi. Orada bir 20 kun oldin 30 kun ham bir oy ham deyoraylik. Orada ilab sotildi. Masha apparatimiz erinadi akalar. Orqa qismi 3 li setkada. Yo'q, adashma, uzr. Ha, to'g'ri. 3 li setkada, 5 li setkada. 03 va 05 setka deyilinadi. Bu oldi qismi bu yerdan tashlasa aqqa tushib ketaveradi. Bundan chuvalchang o'tadi ma'lum bir miqdor, lekin ikkinchi partovga borib tushib ketadi. Ya'ni bu chuvalchang ajrat beradi begimiz bilan boshqa qilib. O'zimizni ishimiz. O'zim noldan yasaganman buni. Mana shu tayyor bo'lgan holat akalar. Mana bironta ham adxod yo'q. 100% deb bo'lgan shu bo'ladi. Tepasiga biron nima tashlamabsiz degan savollar bo'lishi mumkin.
O'rtoqlar, xullas buni tashiydigan bo'lsak, pastda oziqqa qolib, tepada oziqqa chiqishi mumkin. Mana shu g'ozonni singari. Bu g'ozon taylari yeb bo'lgan hisobiga biz g'ozon tashadik. Keyin orada silos ochib qolgan tashadik. Bu ham qalin mana yeb. Buni ham ozgina biroz vaqt joylab qoldi mana. Kimdir shu sohaga qiziqmoqchi bo'lib, boshlamoqchi bo'lib yurgan akalarga maslahatim boshlanglar, o'ylanmaydi. Bunga oshiq mehnat talab qilmaydi. Bahorda olib kelasiz, go'ng tashiysiz, chuvachan tashiysiz. Orada shu 26 oy 7 oy mobaynida 1-2 marta o'ntarasiz. Pastdan tepaga qarab payshaxada. Chunki bu yeyish jarayoni tezlashtirib beradi. Mana shu joyimizda 20 mashina go'ng bor edi. Endi apparat kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilganman, to'g'risi. Buni o'zim shu internetda ko'rgan ekanman. Teplisamiz 40 metr. Bunga xudo xolasa ko'chat chiqaramiz. Ertagi bahorga pomidor, balgar, qalampir. Oldin bu joyimiz limon bo'lgan. Limonlarni orada suv oldirdik 2-3 marotaba. Birozgina eplanmay qo'yganmiz shuni hisobiga. Ko'chirib. Bu akalar tepa qismimizda joyimiz. Endi bu ruchnoy kirovat singari ilinadi. Bu joyimiz 100% tayyor. Har bir qatorida xudo xolasa 5 tonnadan bor. Kamida. Bunday ko'rsataman. Chunki oziqa kamligidan chuvalchani olib ketgan. Xudo xolasa bu joyimiz xutuvga tayyor. Har doim so'rashni boshladi. Bundan mana dehqonchilik boshlanadi. Kimga shu sohasi qiziq bo'lsa, biyagumuz yoki chuvalchan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ismim Jahongir. Farg'onani Yozyovon tumanida tanigan bilganlarga alangali salom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.